Assalomu alaykum yurtdoshlar, hurmatli podpischilar. Bugun 19 iyun 2025 yil. Xudo xolasa navbatdagi sotamiz. 2019 yilda ishlab chiqarilgan Nexia 3 avtomobilimiz bo'ldi. Mashinamizni Hankalajadan keyin Matkuron og'amizga berdik. Yaxshi kunlar qo'ylaming. Mashinamizni bahosi 103 million bo'ldi. O'zlar Nexia birlar bor ekan, ustini puli naq ekan. 103 millionga hisoblab berdik. Ag'a narx-navodan ko'ningiz to'qmi? Mashina gul deydingmi? Ağam rahmet gül deyik. Zakonlu gap yok. Anam avtosalonları gördük. Malades bir yeri görmeyen yakşı könlümüze yaktı. Sizler hem geleverese Bağat Avtosalon, ne Bağat Avtolidere. Malades. Ahmetlerinizi versin. İşkılıp maşini inşaatlı könlümüze yaktı. Garantiyeli maşina ama. Sağ olunla, selamet olunla rahmet. Yine satkan maşinamızı görüşmeniz mümkün. Maşinamız 19 yılda işlep çıkarılgan. 4 tane yumuşak balon ham koyulgan. Reklamomat ko'rsadik maşinamizni. Kengim hadi çekelim. Şimdi sastırendagi maşinamiz bahosi 103 million bo'ldi. Modifikasiya narsalar bor edi. Chexol, polik hamma narsalar bor edi. Metan gazlar ham bor edi mashinamizda. Mashinamiz 95 ming kilometr yuradi. Kimga shunday sifatli arzon mashinalar kerak bo'lsa, Bağat tuman Gayin ro'parasındagi Bağat Avtolid saloniga kelaverasizlar. Bizda boshqa turdagi avtomobillar ham bor. Naqd pul, avtokredit, barter xizmatlar ham bor. Kelaverasizlar, men siz saloningizga kutib qolamiz.